shunchaki oltin baliqni hech kimga almashtirmayman. Davron. Voy, Davron? Davron, nega telefonni qaytarib olib keldingiz? Axir bugun uyda bo'lmayman degandim-ku. Davron. Sen bu yerda nima qilib yuribsan? Sen hali urg'och shayton. O'g'limni ham yo'ldan urganmiding? Gapir. Siz hali onamga xiyonat qilib yuruvmidingiz? Onammi? Siz hali oyimni pullaringiz bilan chalg'itib shu megajinga alishtirganmidingiz? Nafratlanaman sizdan. Sen hali meni ham otamni ham tuzog'ingga ilintirganmiding?